Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlar bilan biz OLX degan ilova bilan tanishamiz. Buning uchun Play Marketga kirib olamiz. OLXni yuklab olishimiz kerak yoki olx.uz degan saytga ham kirsak bo'ladi. Endi men sizga mobil ilovada ko'rsatmoqchiman, chunki qulayroq bo'ladi. OLX o'zi nima? Bu oldin Torque.uz degan nom bilan ishga tushirilgan programma, lekin hozirgi kunda OLX nomi bilan Classified Ads yoki bo'lmasam e'lonlar taxtasi platformasiga aylangan. Bu platformada siz oddiy inson sifatida o'zingizdagi ortiqcha narsalarni sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin. Buning uchun esa siz mana shunaqa o'rnatganingizdek oynaga kirib kelasiz va bu joyda agar birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosganda sizga Google orqali kirish imkoniyati bor yoki telefon raqam, parol va hokazolarni kiritib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Biz uchun hozirgi paytda tezkor bo'lish uchun Google orqali ro'yxatdan o'tamiz. Demak, har doimgidek Sherzod o'rtog'imni pochtasi bizga yordam beradi. Endi bo'ldi, ro'yxatdan o'tdik. Xo'p, yana mana bu OLX bizga notification yuboradi, ruxsat berib qo'yamiz, keyin o'rtog'im o'chiradi o'zi. Demak, lokatsiyani so'rayapti. Lokatsiyani ham ruxsatini berdik. Endi e'tibor bering, yutuqlar haqida xabar yubormaydi noma'lum foydalanuvchilar kelgan QR kodlarni skan qilmang. Bu juda bir foydali eslatma, chunki hozir mashinliklar ko'payib ketgan. Demak, ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin siz mana shunaqa interfeysga ega ilovani ochiladi va bu ilovani ichida uydan tortib qanaqadir odamlarni mushugigacha topishingiz mumkin-da, sotib olishingiz mumkin bo'lgan. Endi keling birinchi oddiy foydalanuvchi sifatida bu yerda nimalar qilishimizni ko'rib chiqamiz. Agar vaqt yetsa, keyin sotuvchi sifatida ham nimalar qilish mumkinligini ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda sizga aytaylik, masalan, men yaqinda olmoqchi bo'lgan qanaqadir ochkilarni izlab yuribman. Meta Ray-Ban degan ochkini rosa ko'p izlayapman, lekin hali narxlari ozgina qimmatlik qilyapti va mana bu joyda ko'rib turganingizdek qidiruvlarni saqlab qo'yishingiz mumkin. Yurakchani bosib, shu qidiruvlarga mos nimadir paydo bo'lsa sizga xabar beradi. Endi bundan tashqari mana qidiruvni terganimizdan keyin natijalariga qarab mana 4.339 ming so'm, 4 million, bu ham 6 million va hokazo variantlarini ko'rishingiz mumkin. Agar sizda natijalar bo'lmasa, umuman hech narsa topilmadi deydi va boshqa narsalarni tavsiya qilishni boshlaydi. Bu Meta Ray-Banlar yana ozgina vaqtdan keyin narxlar tushadi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozircha sotib olmay turibman. Endi aytaylik, sizga telefon kerak bo'lishi mumkin. Bu aytaylik Samsung S27 yo'q hali, S25 mi faqat? S25. Vot. Izlasangiz, mana shu joyda qo'yilgan bo'ladi. Yana bitta narsani aytishim kerak. OLXda mashinliklarga tushib qolish ehtimoliyat ham bor. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Va eng qiziq tomoni, siz bu yerda faqatgina oddiy odamlarning qo'lidan emas, balki biznes egalari ham o'zlarini e'lonlarini joylashtirib boradi. Bu yerda yangi narsalar ham bo'lishi mumkin, eski narsalar ham bo'lishi mumkin. Endi bu narsaga keladigan bo'lsak, mana filtrga o'tsak, filtrlarning ichida valyutani tanlab olishingiz mumkin. YI degani dollarda, bu so'mda. Endi bepul ayirboshlash, narx va hokazo. Asosiy narsalardan bittasi bu qaysi kategoriya bo'yicha filtrlash kerak. O'sha narsani tanlab olishingiz ham mumkin. Agar kategoriyaga e'tibor bermasangiz, hatto bu hududni tanlab olishingiz mumkin. Masalan, ko'rib borib olishingiz kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, unda hududni tanlab keyin olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo va hokazo har xil viloyatlar bor. Ichkarida tumanlarni ham belgilashingiz mumkin. Endi eng arzonidan boshlab birinchi ko'rsat degan nimamiz ham bor. Eng yangisi, eng qimmati. Xo'sh, ko'rib turganingizdek mana shunaqa filtrlardan iborat. Bu filtrlarni bekor qilish uchun esa mana bunaqa bossangiz bo'ladi, o'zini standart holatiga qaytadi. Yoki narx bo'yicha dangacha, masalan, 3 milliondan 3,5 milliongacha bo'lgan yoki 5 milliongacha bo'lganlarini ko'rsat desak, mana 3 million 5 million. Next ni bosamiz. Yopilmay qoldi. Mana tasdiqlashni bosamiz. 3 milliondan 5 milliongachalarni ko'rsatyapti va bu menimcha boshlang'ich to'lov, bu esa S23 ni ko'rsatyapti. Ko'rib turganingizdek, sizni filtrlaringizga mos bo'lgan nimalarni ko'rsatib beradi mana shu joyda. Endi aytaylik, условно говоря, mana shu telefonni Samsung S23 FE ni olmoqchi bo'ldik. Uni ichiga kiramiz. Ichiga kirgandan keyin xo'p, mana bu yerga rasmlarini, galereyasini ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Vроде okey, normalniy telefonga o'xshayapti. Endi bu telefonni haqidagi ma'lumotlarni esa mana bu joyda tavsif bo'limidan topishingiz mumkin. Holat ideal, 10/10, yangi, Vietnam va hokazo. Dastavka bor, telefon raqam qoldirilgan. Iloji boricha e'tibor qiling, mana bu joyda sizga qo'shimcha ma'lumotlarni aytgan bo'ladi va mana bu yerda holati degan yozilgan. FB degani bu foydalanishda bo'lgan
bo'lgan degani agar rus tilida bo'lsa VBU deb yozilgan bo'ladi. Xo'sh, demak firma modeli boshqa narsalar shu joyda ko'rishingiz mumkin. Endi agar sizga hozir pulingiz bo'lmasa, lekin olmoqchi bo'lsangiz, buni mana bu yerga yurakchani bosib qo'yib, o'zi siz saralanganlarga qo'shib qo'yishingiz mumkin. O'shanda bu ertaga qayerda edi, nima qildi, nima qo'ydi, unaqa topa olmay qolmasligingiz uchun. Yana nima qilsa bo'ladi? Yana bu yerda xabar yozishingiz mumkin. Mana shu odamga, ya'ni Applecha.uz degan akkaunt bilan ochilgan odamga, mana shu e'lonning egasiga yozishingiz mumkin. Bu telefon garantiya taloni bormi? Masalan, shunday jo'natib qo'yishingiz mumkin. Va bu sizga ko'radi akkauntini va javob beradi. Oxirgi marta 23-dekabrda kirgan ekan va bu narsa har kuni kiradigan yoki oxirgi bir haftada kirgan odamlar bilan kontakt qilishga harakat qiling iloji boricha. Chunki ba'zida neaktiv bo'lgan odamlardan sotib olsangiz, ular bilan keyin pul oldi berdisida muammo bo'lishi mumkin. Va shunga o'xshash e'lonlarni va shu muallifning yana boshqa telefonlarda ham bor yo'qligiga e'tibor bering. Skoriye всего mana bu Applecha.uz degan akkaunt egasi bu qayerdadir ustaxonada yoki malikada ishlaydigan usta bo'ladi yoki do'konchi bo'ladi. Endi agar sizga bu e'lonni qayergadir saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz o'zingizga manzili bilan, unda mana bu knopkani bosasiz, 3 ta nuqtali tayoqchalar bilan ulangan va Telegram yoki bironta chatlarni olib kerakli odamga yuborib qo'yishingiz mumkin. Mana shunaqa ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, biz bosh sahifa bilan e'lonlar sahifasi bilan tanishib oldik. Bundan tashqari endi saqlab qo'yilganlarini, mana ro'yxatini mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi qidiruvlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu joyda qidiruvlarni, e'lonlarini saqlab qo'ygan bo'lsangiz, yurakcha bosib o'sha qidiruvlar ro'yxati shu yerda paydo bo'ladi. Xo'p, chatni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sotib olaman, manaki xabar ketgan boyagi va profilni esa mana bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha sizlarga ushbu videoni shu joyida to'xtatamiz. Keyingi bu videoning ikkinchi seriyasi bo'ladi. Unda esa qanday qilib OLXda e'lon berishni ko'rib chiqamiz. Hozir esa sizdan podpisatsiya, like va yana nimadirlarni qoldirishingizni so'raymiz. Hozircha sog' bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha charchamang.